Ko'rsatuvimizga murojaat qilgan narpaylik fuqaro Ro'zmurod G'ofurov bir necha yildan beri sotib olgan yerida yo'l yo'qligi sabab qurilish ishlarini qila olmayotganligini aytmoqda. Shu qurilish qilishim uchun yo'lni ochishini so'rab murojaat qilganman 1,5 yildan beri. Obodonlashtirish boshqarmasiga qaror chiqqan sud qarori, mana ish jarayoni boshlandi. Xudo xolasa oxirigacha yetkazib yo'lni ochib beramiz deyapti. Nasib bo'lsa, endi bilmadim. Hali daraxt bor. Daraxt olinsa, mana shu tomon shu yo'l ochib berish kerak. Keyin men o'zimga tegishli joyda imorat qurishim kerak. Murojaat 5 sotik maydoni bor. Uy-joy, qurilish qilishim kerak. Hozir yuk mashinalar, yengil mashinalar, yong'in xavfsizlik mashinalari qayerdan kiradi bu yerga? O'sha uchun yo'l ochib berishini murojaat qilganman, yo'l ochib berishini. Mana shu tomondan keladigan yo'l ochib berilishi kerak menga. O'sha kartada ko'rsatilgan yo'l, bu oxirigacha yo'l. O'sha yo'l ochib berilsa, keyin hamma narsa bo'ladi-da. Hozircha yo'q. Pajarni ham kira olmaydi, bu yerda yuk mashina ham kira olmaydi, qurilish ham qila olmayapman. Murojaatchining aytishicha, bu holat sud organlarida ham ko'rib chiqilgan bo'lib, ijrosini ta'minlash uchun Majburiy ijro byurosining Narpay tuman bo'limiga yuborilgan. 12-noyabrda chiqqan 2024-yil javobgar Bobomurod Ibodullo Qurbonovdan arzachi foydasiga o'z boshimchalik bilan egallangan yerlarni qaytarishga doir majburiyat yuklash to'g'risida ijro hujjat bo'limga kelib tushyapti. 2024-yil 15-noyabrda kelib tushgan. Shu kunning o'zida ijro hujjati qo'zg'atilgan aka, tegishli moddalarga asosan. Keyin bu kishiga biz 15 kun ixtiyoriy muddat berganmiz majburiyat yuklash bo'yicha. Bu kishi 15 kunda bizga kelmagani uchun biz SMS xabarlar yuborganmiz, ogohlantirganmiz. Kelmagani uchun 30-noyabr kuni ijro yig'imi qo'llanilyapti. Ijro hujjatini talablarni bajarmagani uchun ijro yig'im chiqilyapti. Ijro yig'imini keyin ijro hujjati bo'yicha biz tegishli joyiga chiqib o'rganganimizda 4-mart kuni 2025-yil bu holat bo'yicha davlatnoma qilyapmiz tegishli tartibda aka. Davlatnomaga asosan bu kishiga majburiyat yuklayapmiz. O'zi ixtiyoriy keyin kelyapti-da, bo'limda tushuntirish xati olyapmiz aka. O'sha tushuntirish xatiga asosan majburiyat yuklangan. Bizda asoslari ham bor, tikilgan mana. Keyin 1,875,000 ijro yig'imi to'lanilyapti-da. Ijro hujjati 2025-yil 11-mart kuni ijro ishidan yuritish tugatilyapti, tamomlanyapti. Amalga oshirilyaptimi, yo'qmi? Oshirilyapti. Biz ochilyaptimi? Majburiyat yuklab beryapmiz biz. Chunki bu yerda ijro hujjatida majburiyat yuklash belgilangan aka, o'sha narsani biz bajaryapmiz. Fuqaroga majburiyat yuklash. Shunday, o'z boshimchalik bilan egallangan yerlarni qaytarishga doir majburiyat yuklangan. Majburiyat bajarilmasa qanday chora ko'riladi? Majburiyat bajarilmagan taqdirda bu kishiga nisbatan tegishli tartibda biz jazo choralari, ya'ni tegishli tartibda jarimalar qo'llashga haqqimiz bor. Kadastr agentligi xodimining aytishicha, murojaatdagi noqonuniy qurilish buzilgan, ammo yo'l ochilishi ularga bog'liq emas ekan. Yuridik va jismoniy shaxslardan kelib tushgan murojaatga asosan davlat yer nazorati tadbiri o'tkazilgan Sarbozor mahalla fuqarolar yig'ini hududida. U yerda aniqlanishicha, umumiy foydalanishda bo'lgan ko'cha qismi hududi yer maydonidan fuqaro, ushbu mahallada yashovchi fuqaro Bobomurodov Ibodullo tomonidan yer uchastkasiga tutash bo'lgan yer maydonidan qurilish osti 40 kvadrat metr yer maydonini o'z boshimchalikni egallab olib, betonlash ishlari amalga oshirilgan holati aniqlangan. Hamda tuman mas'ul xodimlar tomonidan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 60-modda 3-qismiga belgilangan huquqbuzarlik sodir etganligi aniqlanib, ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, hamda fuqaroga 15 kunlik muddatda qurilgan qurilishni o'z hisobidan buzib olib, yer maydonini asl holatiga qaytarish yuzasidan ogohlantirish xatlari berilgan. Hamda belgilangan muddatda qayta o'rganish holati yuzasidan o'rganilganda yer maydoni to'liqligicha asl holatiga qaytarmaganligi bois ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 60-modda 3-qismida belgilangan bazaviy hisoblash miqdorining 150 barobar miqdorida jarimalar qo'llanilib, buzilmaganligi uchun fuqarolik ishlar bo'yicha da'vo ariza kiritilgan. Hamda ushbu kiritilgan da'vo arizalar sud tomonidan qanoatlantirilib, tuman obodonlashtirish bo'limiga yer maydonlar qaytarilib, asl holatiga keltirilgan bugungi kunda. Sud qarori bilan biriktirib berilgan obodonlashtirish boshqarmasi rahbarining aytishicha, ularga yo'l ochish emas, aksincha obodonlashtirish belgilab berilgan ekan. Javobgar Bobomurod Ibodullo akani hisobidan obodonlashtirish boshqarmasiga 47 kvadrat yer maydoni Narpay tuman obodonlashtirish boshqarmasi hisobiga qaytarilsin deyilganda bu yerda
yo'l qilinsin deyilmagan. Shuning uchun bu yerda bizlar obod qilib qo'yamiz. Chiroyli qilib obodonlashtirishga hisobiga o'tkazilgan sud qarori bilan mana shuning uchun biz obod qilib qo'yamiz. Suhbatdoshlarimizning ta'kidlashicha, aynan shu manzilda o'tgan yili katta yong'in sodir bo'lgan bo'lib, o't o'chirish mashinalarining kira olmaganligi sababli fuqaroga katta zarar yetkazilgan. Bu janjaldan o'zi, bu nizodan o'zi hamma xabardor. Mahalla, tuman mahallalar uyushmasi rahbari, tuman nuroniylar kengashi raislari, tuman hokim o'rinbosarlari, tegishli mutasaddi tashkilotlar xodimlari kelib bu masalani o'rgangan. Bu masalada oxirgi qadam shu sud qarori bilan obodonlashtirish bo'limiga berish, shu yo'lni ochib berish yuklatilgan bo'lib, majburiy ijro tartibida yo'l ochib berilgan qisman. Undan keyingi holatda bu obodonlashtirish bo'limi kelib yo'lni ochib berib, hozir yo'l qilib berish harakatida turibdi. Endi u bizga eng og'riqli nuqtasi ikki qo'shni o'zaro nizolashgan. Aslida bu yerda yer yoki bo'lmasa yer uchastkasini masalasi u yechimi bo'ladigan narsa, og'riqli narsa emas. Bizga eng muhimi shu fuqarolarning o'rtasidagi ahillikni yo'qolgan. Biz Hozir orqadagi fuqaro aytayapti, meni uyim yondi. O'chirishga berdi, na yong'in mashinasi kirdi, na boshqasi kirdi. Juda aziyat chekdim degan narsani aytdi-da. Haqiqatan holat bo'lganmi? Endi holat bo'lgan, haqiqatan ham shu uyda yong'in bo'lgan ehtiyotsizlik oqibatida. Lekin yong'in mashinalari to'g'ri ketma-ketlikda kira olmadi, lekin kirdi. Qo'ni qo'shnilar, shu mahalla aholilari yordamida o't bartaraf qilindi, anchagina ziyon yetkazildi. Lekin mahalla ahlining birligi, mana shu mahalladagi Oqmas jome masjidi jamoasini yordami bilan ko'p moddiy taraflama yordam ko'rsatildi. U xonadonga ham tashlab qo'ygan joyimiz yo'q. Bizda faqat bittagina niyatimiz borki, mahallada shu qo'shnilar yoki bo'lmasa bironta oila o'rtasida nizo chiqmasligi, mahallani ahilligi. Bu borada juda ko'p sa'y harakat qilyapmiz. Biz tasvirga olish jarayonlarida ushbu yo'lni yopib olgan degan qo'shnini uchrata olmadik. Murojaatchining aytishicha, biz ketganimizdan so'ng ishlar o'z holiga tashlab qo'yilgan bo'lib, uyning qurilish masalasi yana so'roq ostida qolayotgan ekan. Balki lavha efir yuzini ko'rgach, Narpay tumani mas'ullarining gapi o'tmasa, viloyatdagi rahbarlardan yordam so'ragan holda masalaga yechim topib, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ko'ngilsiz holatlarni oldi olinar. Bu mavzuga yana qaytamiz. O'z Murojaat TV. Chingiz Norqulov, Rustam Ragimov, Samarqand.